yangi yurmagan Malibu Premier'i narxiga shunaqa full pozitsiyadagi Kia K8 avtomobilni bera olamizmi, ishonasizmi? Buni qarang. Navortlari tiqilib yotibdi. Okam, siz uchun ideal holatdagi bo'lgan shunaqa sotuvga tayyor qilib qo'yilgan salafonlarni taqib qo'yishgan. Qarang, Kia K8 avtomobilni topib qo'ydim. Avtomobilimiz 2023-yil ishlab chiqarilgan, shu kungacha 60 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Tak, 3,5 litr 300 ta ot kuchi bilan jihozlangan. Avtomobilimizning hech qanaqa ishi yo'q, mazza qilib olib haydaysizlar bo'ldi. Tonirovkalarigacha bor. Ideal holatda bo'lib turibdi. Dach Puzon 5 kuchi do'stim 360 gradus kameralarigacha bor. Ichki salonga ahamiyat qo'yasizlar. Eng topoviy akustika sistema Meridian Sound. Tushunasizlar-ku, qanaqa seriozniy apparatlar turadi bu akustikani o'zi. Multimedial rol, head-up display, podogrev охлаждения сиденья, hattoki massajlarigacha bor. Nima navortlarini aytganim? Besprovодная зарядка, несколько режимов езды, rullarimizni isitadi, katta ikkitali panoramniy krysha. Mana zadniy qatori ham juda bir keng ishlab qo'yishgan, o'rtadagi panel orqali полностью klimat kontrollaringizni boshqarib ketaverasiz. Bu avtomobil shahar ichida yurishga, ishlaringizni, bizneslaringizni qilib yurish uchun ideal tanlov. Nimagaki ham yumshoq, ham ekonomik, mazza qilib yurishga arziydigan avtomobil. Ushbu avtomobilimizning narxi keladigan bo'lsa, egalarma gaplashib, siz uchun 37.400 ga ko'ndirib qo'ydim. Menimcha, bu pulga bunaqa komfort arzib bo'lsa kerak. Bu videoni srochnik Kia 8 qidirib yurgan tanishingizga yuborib qo'ying.